Assalomu alaykum. Hozir qo'limdagi narsalar mana hozir feromon lavashka deyiladi. Mana bu olma qurti uchun qo'yiladigan maxsus feromon, ya'ni buni asosiy qilib beradigan ishi olma qurtini nazorat qilishda juda katta yordam beradigan jarayon hisoblanadi. Mana buni maxsus shu kley bor. Kleyni asta ko'chirib olamiz. Imkon qadar qo'lingizga tegib ketmasligi zarur. Ya'ni feromonga bunga tegsa muammo yo'q. Mana buni sekin-sekin ko'chirib olamiz. Bitta o'ng va chap tomonli kley, maxsus kley bor. Endi buni yig'amiz. Tayyor mana deyarli. Xudo xolasa, endi atrofini turbuchagini yopamiz. Endi olma qurtini olayotgan paytimizda feromonini, ya'ni maxsus tabletkasini qo'limizga iloji boricha maxsus tekshirib kiyishimiz kerak yoki o'zini ehtiyotkorlik bilan qilishimiz kerak bo'ladi. Qo'lim bilan ushlamadim, mana maxsus olatcha bilan ushladik. O'rnatildi mana, ya'ni ko'rsatasiz mana qo'yildi. Endi buni osib qo'yamiz tepaga. Tayyor mana ko'rib turganingizda endi buni o'rnatamiz. O'rnatish tartibi taxminan balandlik yerdan 180 km atrofida bo'lishi kerak. Bemalol kelib bundoq qarasak kapalak ko'rinadi islamonida va dorini qachon sepishimiz kerakligini, kapalak tushdimi yo'qmi, olma qurtiga qachon zarar kelishini, ya'ni olmaga shu feromonlar orqali bilishimiz mumkin bo'ladi.